Hello YouTube aqli, sizlar bilan birgalikda men Isoxon Plaza do'stlar. Xullas, obunani tezroq bosib qo'yinglar. Do'stlar, bosgan bo'lsangiz. Xullas, bugun do'stlar kompyuter xonani ikkinchi qismini olaman. Xullas, kanalga obuna bo'linglar. Men obuna bo'lmagan bo'lsanglar, baribir chiqazga nasab bo'ldim. Chunki sizlar meni obunachimsizlar. Men xullas bugun kompyuter xonani ikkinchi qismini olaman. Короче, do'stlar, bugun haliga o'tgan safar kompyuter buyurtirib telefon qilgandim. Hozir kompyuterimiz yetib olsa kerak. Hozir telefon qilaychi. Hop. Hozir do'stlar telefon qilaman nomeri. Esimda yo'q, adashmasam. Ha, bo'ldi, mana topdim. Xo'sh. O, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dastavchik-a? Ha, dastavka. Hop, kechagina sizlar kompyuter buyurtirganman. Xullas, bugun o'sha kompyuterni olib kelib bering, iltimos. 15 daqiqada yetib boradi akam. Aha, o'zingizmi yo birorta ishingizmi? O'zim. Ha, bo'pti. Xayr. Xo'p. Qiling. Bo'ldi do'stlar, hozir endi kelguncha uyimizda o'tirib turamiz. Xo'p, do'stlar, mana oradan 2 soat o'tdi. Kompyuter durumim hali kelmadi do'stlar. 15 daqiqada kelaman deb, ming yilda kelaman bilmayman do'stlar. Tak. Tushunmadim, kim bo'ldi? Men dastavka edaman. Ya, assalomu alaykum. Mana aka buyurtma qilgan deb keldim kompyuterlarni. Aha. Aka, xullas, menga bitta taklifim bor. Xullas, men kompyuterxona ochganman. Agar siz hozir dastavsikda chikita men bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, yaxshi pul beraman. Mayli. Hop, unda bugunda sizni ishga oldim. O'sha boshlig'ingizga telefon qilib qo'yay, mana telefonimda, mana hozir telefon beraman. Ya, mana telefon beraman. Ala. Telefonimdan qilib qo'yasiz. Alla boshliq. Xullas do'stlar, biz hozir dastavchikni oldikmi xullas biz? Men o'zimga yangi narsa oldim. Do'stlar, xullas biz ikkalamiz bo'ldik. O, nihoyat endi sherigim bor. Qani endi ketdik do'stlar, ishxonamizga boraylikchi. Ketdikmi boshliq? Ha, hozir mana siz shu yerda turib turar. Ana sandiqdagi hamma narsalarni ol. Xo'p, do'stlar, men короче, men narsalarimni olaman. Kompyuterimni o'chirib qo'yay, bo'ldi. Tak, hozir men eshigimni ochib olay. Hop. Mana bu uy keldik, mana uy keldi. Chik bo'ldi do'stlar. Oldingmi? Oldim. Shogird. Hop, telefonimni berib tur. Hop. Unda ketdik-a? Yuraver. Hop, короче, cho'tki joy ochganman, kompyuterxona. O'shanga senga haliga o'zing bir tekshirib berasan, sen ham ancha ishlagansan. Mana buni cho'tkilar remont qilib qo'yganman. To'xtab tur, eshigini och ola. Ha. Xullas, cho'tkilar. Ha, katta. Hop, ya, eshigi nima bo'ldi do'stlar? Mana chiqib tur. Ha. Hop, do'stlar, bo'ldi, ana eshik ochildi. Kiraver. Boshlanishiga yaxshi, mana. Bu yoqqa kel. Ketormi? Hop, do'stlar. Mayli. Ha, telefonni sotasizmi? Ya, mana o'qigan kompyuter mana 2 soatga 8 ta Emerland. 1 soatga 9 ta mana Golddan. Yur, xonalar hozircha 2 ta. Sal pulum kaltalik qilyapti, uzr. Pulum kaltalik qilyapti. Xullas, hozir eshikni ochaman. Do'stlar, kechagina ham bir o'zgarib qoldi, bo'ldi. Qanaqacha bu bitta odamga moslashilgan. Kir. Yaxshimi? Abba menga targaniga eshigimiz. Xo'p, mayli, yaxshi. Yur endi. Ikkinchi joyimni tekshiramiz. Xo'p. Uylarimni ochib turaymi-chi? Yopmadingizku? Soqqach bo'ldi ana. Hozir kirib turaver. Yaxshimi? Tur. Mayli. 4 kishilikmi kompyuter? Yo'q, kishilar yur. Ana yangi narsani qilib kelaylik. Hop, yangi kompyuter qayerga joylashtirib? O'zing mana shu yerga joylashtiraver. Yo'q, bej joylashtirib bo'lmaydi. Nimaga? Ikkinchi qavat qurish kerak. Hozircha mash xona bo'ladi, handisa. Sen yurga mana shu joylashtirasan, yur. Mana mana shu yerga joylashtir, mana shu yerga.